Agar siz yoki ota-onangiz SSSR davrida ishlagan bo'lsa, mehnat daftarchasida 1907 ketib yoki 1990-yilgacha bo'lgan yozuvlar turgan bo'lsa, bu video siz uchun juda muhim. Chunki ko'pchilik pensionerlar bir narsani bilmaydi. Eski Sovet davridagi ish staji pensiya hisobida noto'g'ri yoki to'liq inobatga olinmagan bo'lishi mumkin. Natijada odam yillar davomida o'ziga tegishli bo'lgan qo'shimcha pulni olmay kelgan bo'lishi ehtimoli bor. Men bugun sizga SSSR davrida ish stajiga ega bo'lgan pensionerlar nimalarga e'tibor berish kerakligini, qanday hujjatlar kerak bo'lishini, qaysi holatda pensiya qayta hisoblanishi mumkinligini va qaysi xatolar eng ko'p uchrashini oddiy tilda tushuntirib beraman. Ma'lumot har bir oila uchun muhim. Chunki bugun sizga kerak bo'lmasa ham ota-onangiz, buvingiz, bobongiz yoki qarindoshingizga kerak bo'lishi mumkin. Videoni hoziroq like bosib qo'ying, kanalga obuna bo'ling. Chunki pensiya, nafaqa, hujjat va ijtimoiy to'lovlar bo'yicha shunday amaliy ma'lumotlarni men doimiy berib boraman. SSSR davrida ishlagan insonlarning asosiy muammosi shundaki, o'sha davrdagi ish staji bugungi elektron bazalarda har doim ham to'liq ko'rinmaydi. Hozir ko'p narsa raqamlashtirilgan. Ish haqi, soliq, sug'urta badallari, mehnat shartnomasi. Pensiya hisob-kitoblari elektron tizim orqali tekshiriladi. Lekin 1990-yilgacha yoki undan keyingi dastlabki yillarda ishlagan fuqarolarning ma'lumotlari ko'pincha qog'oz hujjatlarda qolib ketgan. Oldin pensiya tayinlashda asosiy hujjat mehnat daftarchasi bo'lgan. Mehnat daftarchasida qaysi tashkilotga qachon ishga kirgani, qachon ishdan bo'shagani, lavozimi va buyruq raqami yozilgan bo'lsa, shu staj sifatida qabul qilingan. Ammo amaliyotda har doim ham hammasi silliq bo'lmagan. Ba'zi yozuvlarda muhr aniq bosilmagan, tashkilot nomi qisqartirib yozilgan buyruq raqami yo'q. Sana xato kiritilgan yoki ishdan bo'shagan sana tushib qolgan. Ba'zan esa mehnat daftarchasi yo'qolgan, yong'in, ko'chish, korxona yopilishi, arxiv yo'qolishi sababli odam o'zining 10-15 yillik mehnatini isbotlay olmay qolgan. Hozir esa ko'plab pensionerlar pensiyasini qayta tekshirdirish imkoniyatiga ega. Bu degani hammaga avtomatik pul qo'shiladi degani emas. Lekin agar hujjatlarda ilgari hisobga olinmagan staj, tasdiqlanmagan ish davri yoki noto'g'ri kiritilgan ma'lumot aniqlansa, pensiya qayta hisoblanishi mumkin. Ba'zan farq kichik bo'ladi. Masalan, oyga 7000 yoki 20000 so'm. Ba'zan esa ayniqsa uzoq staj topilsa yoki ish haqi bo'yicha qo'shimcha ma'lumot chiqsa, farq ancha sezilarli bo'lishi mumkin. Bu yerda eng muhim narsa shuki, pensioner o'zi harakat qilmasa, ko'p holatda hech kim kelib, sizning eski stajingiz topildi, pensiyangizni oshirib beramiz deb eshik qoqmaydi. Tizimda bor ma'lumot asosida pensiya tayinlangan bo'lishi mumkin. Ammo eski davr hujjatlari arxivda turgan. Mehnat daftarchasida noaniq yozilgan yoki umuman topshirilmagan bo'lsa, fuqaro o'zi murojaat qilish kerak bo'ladi. Asosiy qism bir nimani bilish kerak, kim xavotir olish kerak. Kim xavotir olmasa ham bo'ladi. Men birinchi navbatda kimlar o'z pensiyasini albatta tekshirtirish kerakligini aytaman. Birinchi guruh SSR davrida, ya'ni 1990-yilgacha rasmiy ishlaganlar. Masalan, zavodda, kolxozda, sovxozda, maktabda, kasalxonada, qurilish tashkilotida, paxta tozalash zavodida, temir yo'lda, aloqa bo'limida, tuman ijroiya qo'mitasida, savdo tashkilotida yoki boshqa davlat korxonasida ishlaganlar. Ikkinchi guruh. Mehnat daftarchasida eski yozuvlar bor, lekin pensiya tayinlanganda bu davrni qabul qila olmaymiz deyilganlar. Ko'pincha bunday holatlarda sabab oddiy bo'ladi, muhr o'qilmaydi, tashkilot nomi o'zgargan. Arxiv ma'lumotnomasi kerak, lavozim yozilmagan, buyruq raqami noaniq. Fuqaro o'sha paytda charchab, mayli, shuncha pensiya ham bo'laveradi deb ketgan bo'lishi mumkin. Ammo bu yillar o'tib ketdi degani bilan masala yopildi degani emas. Agar hujjat topilsa murojaat qilish mumkin. Uchinchi guruh ayollar, ayniqsa Sovet davrida bolalar parvarishi, kolxozdagi mavsumiy ishlar, tikuvchilik sexlari, bog'cha, maktab, tibbiyot punkti yoki savdo tarmog'ida ishlaganlar. Ayollarda staj bilan bog'liq muammolar ko'p uchraydi, chunki familiya turmushga chiqqandan keyin o'zgargan bo'ladi. Masalan, mehnat daftarchasida qiz familiyasi bilan yozuv bor, pasportda esa turmushdan keyingi familiya. Agar nikoh guvohnomasi taqdim etilmasa, ayrim davrlarni tasdiqlash qiyinlashadi. 4-guruh mehnat daftarchasi yo'qolganlar. Ko'pchilik daftarcham yo'q, demak stajim ham yo'q deb o'ylaydi.
Bu noto'g'ri. Mehnat stajini faqat mehnat daftarchasi bilan emas, arxiv ma'lumotnomalari, ishga qabul qilish va ishdan bo'shatish buyruqlari, ish haqi vedomoslari, kasaba uyushmasi hujjatlari, harbiy xizmat hujjatlari, o'qish davri bo'yicha ayrim hujjatlar, kolxoz a'zoligi daftarchasi kabi dalillar bilan ham tasdiqlash mumkin. Endi real misol bilan tushuntiraman. Tasavvur qiling, Olimtaksi yoshli erkak kishi 1970 yildan 1949 yilgacha qurilish trestida ishlagan. Mehnat daftarchasida ishga kirgan sanasi bor, lekin ishdan bo'shagan sanasidagi muhr juda xira. Pensiya tayinlashda unga faqat 6 yil qabul qilingan, qolgan 5 yil bo'yicha arxiv ma'lumotnomasi so'ralgan. U esa o'sha paytda arxivga bormagan. Agar u hozir tuman yoki shahar arxiviga murojaat qilib, o'sha qurilish trestning buyruqlari yoki ish haqi ro'yxatlari bo'yicha ma'lumot olsa, 5 yil qo'shimcha staj tasdiqlanishi mumkin. Natijada pensiya qayta hisoblanadi. Oyga qo'shimcha taqvimdan 1000 so'm chiqsa ham 1 yilga 96 ming so'm bo'ladi. 5 yil davomida bu 4 million 800 ming so'm degani. Shuning uchun kichik farq ham uzoq muddatda ahamiyatli. Yana bir misol. Ayol kishi 1962 yildan 1990 yilgacha kolxozda ishlagan. Keyin turmushga chiqib familiyasini o'zgartirgan. Mehnat daftarchasidagi birinchi yozuv eski familiyada, keyingi hujjatlar yangi familiyada. Pensiya tayinlashda unga familiya mos kelmayapti deb aytishgan. Aslida bu muammo nikoh guvohnomasi yoki FHDVO ma'lumotnomasi bilan hal bo'lishi mumkin. Agar nikoh guvohnomasi yo'qolgan bo'lsa, FHDVO bo'limidan dublikat yoki ma'lumotnoma olinadi. Shundan keyin o'sha davr stajga qo'shilishi ehtimoli bor. 3-misol. Bir inson 1925 yildan 1991 yilgacha sovxozda traktorchi bo'lib ishlagan. Mehnat daftarchasida yozuv bor, lekin korxona allaqachon tugatilgan. Ko'pchilik bunday holatda korxona yo'q bo'lsa, hujjat ham yo'q deb o'ylaydi. Aslida tugatilgan tashkilotlarning hujjatlari ko'pincha davlat arxiviga yoki voris tashkilotga topshirilgan bo'ladi. Agar sovxoz keyin fermerlar uyushmasiga, shirkat xo'jaligiga yoki boshqa korxonaga aylantirilgan bo'lsa, arxiv izni topish mumkin. Bu izlash biroz vaqt oladi, lekin natija berishi mumkin. Kim xavotir olmasa ham bo'ladi. Agar sizning pensiyangiz tayinlanayotganda barcha ish davrlaringiz hujjatlar bilan to'liq tasdiqlangan bo'lsa, mehnat daftarchangizdagi yozuvlar aniq bo'lsa, arxiv ma'lumotnomalari topshirilgan bo'lsa va pensiya jamg'armasi sizga hisob-kitob varaqasida barcha staj davrlarini ko'rsatgan bo'lsa, unda katta muammo bo'lmasligi mumkin. Lekin baribir men hech bo'lmaganda bir marta pensiya ishingizdagi staj ro'yxatini tekshirishni maslahat beraman. Chunki men hammasi joyida deb o'ylagan edim degan odamlar orasida ham xato topilgan holatlar ko'p. Endi eng muhim nozik jihatlarga o'tamiz. Birinchi nozik jihat: har qanday eski yozuv avtomatik staj degani emas. Mehnat daftarchasi yozuv borligi yaxshi, lekin u to'g'ri rasmiylashtirilgan bo'lishi kerak. Sana, lavozim, buyruq raqami, tashkilot nomi, mas'ul shaxs imzosi va muhr bo'lishi muhim. Agar bularning biri yetishmasa, pensiya organi qo'shimcha tasdiq so'rashi mumkin. Bu rad etish emas, balki hujjatni aniqlashtirish talabidir. Ikkinchi nozik jihat: kolxoz va sovxozdagi ishlar alohida tekshiriladi. Sovet davrida qishloq xo'jaligida ishlaganlar ko'p. Ba'zilarda doimiy ishchi sifatida yozuv bo'lgan, ba'zilarda mavsumiy ish bo'lgan, ba'zilarda mehnat kuni, ya'ni turdodan hisoblangan. Agar hujjatda yil davomida ishlagan kunlar ko'rsatilgan bo'lsa, pensiya hisobida u davr qanday qabul qilinishini alohida ko'rib chiqish kerak. Masalan, odam men 10 yil kolxozda bo'lganman deydi. Lekin hujjatda faqat mavsumiy ishlar ko'rsatilgan bo'lishi mumkin. Bu holda 10 yil to'liq staj sifatida emas, amaldagi qoidaga ko'ra hisoblanishi mumkin. 3-nozik jihat: ish haqi ma'lumotlari. Pensiya faqat stajga qarab emas, ayrim hollarda ish haqi ko'rsatkichlariga ham bog'liq bo'lgan hisob-kitoblar orqali aniqlanadi. Agar eski davrda siz yaxshi maosh olgan bo'lsangiz, lekin bu ma'lumot pensiya ishiga kiritilmagan bo'lsa, arxivdan ish haqi ma'lumotnomasi olish foydali bo'lishi mumkin. Masalan, bir kishi oddiy ishchi bo'lmagan, sex boshlig'i, brigadir ustasi, haydovchi, traktorchi, elektr payvandchi yoki malakali mutaxassis bo'lgan. Ularning maoshi o'sha davrda yuqoriroq bo'lgan bo'lishi mumkin. Agar pensiya hisobida pastroq ma'lumot ishlatilgan bo'lsa, qayta ko'rib chiqish foyda beradi. 4-nozik jihat: zararli yoki og'ir mehnat sharoitidagi ishlar. SSSR davrida ayrim kasblar og'ir, zararli yoki imtiyozli sharoitda hisoblangan.
Masalan, shaxta kimyo sanoati, metallurgiya, ayrim tibbiy, pedagogik yoki transport sohalari bo'yicha alohida tartiblar bo'lgan. Ammo bu yerda juda ehtiyot bo'lish kerak. Men qiyin ish qilganman degan gapning o'zi yetmaydi. Lavozim nomi, bo'lim ish sharoiti, ro'yxatga mosligi, buyruqlar va arxiv hujjatlari kerak bo'ladi. Bir harf yoki lavozim nomidagi farq ham ahamiyatga ega bo'lishi mumkin. Masalan, elektrik bilan elektromontor, haydovchi bilan maxsus texnika haydovchisi, laborant bilan kimyoviy laboratoriya laboranti bir xil bog'lanmasligi mumkin. 5-nozik jihat harbiy xizmat. SSSR armiyasida xizmat qilgan yillar ham ko'plab fuqarolar uchun muhim. Agar harbiy bilet saqlangan bo'lsa, xizmat davri aniq ko'rsatiladi. Agar yo'qolgan bo'lsa, mudofaa ishlari bo'limi yoki tegishli arxivlardan ma'lumot olish mumkin. Ko'pchilik erkaklar 2 yil xizmat qilgan, ba'zilari dengiz flotida 4 yil xizmat qilgan. Bu yillar pensiya stajida ahamiyatli bo'lishi mumkin. Ammo hujjat bilan tasdiqlash shart. 6-nozik jihat o'qish davri. Odamlar ko'pincha men texnikumda institutda o'qiganman, bu ham stajga kiradimi deb so'raydi. Bu masala davrga, ta'lim shakliga va amaldagi qonunchilikka bog'liq. Ayrim holatlarda kunduzgi o'qish davri hisobga olinishi yoki olinmasligi mumkin. Ayrim davrlar uchun alohida talablar bo'ladi. Shuning uchun diplomning o'zi yetarli bo'lmasligi mumkin. Arxiv ma'lumotnomasi. O'qishga kirgan va bitirgan sanalar, kunduzgi yoki sirtqi bo'lgani ko'rsatilgan hujjatlar kerak bo'ladi. 7-nozik jihat. Boshqa respublikalarda ishlaganlar. SSSR davrida ko'p odamlar Rossiya, Qozog'iston, Tojikiston, Qirg'iziston, Turkmaniston, Ukraina yoki boshqa respublikalarda ishlagan. Hozir bunday stajni tasdiqlash qiyinroq bo'lishi mumkin. Chunki arxiv boshqa davlatda joylashgan. Lekin bu imkonsiz degani emas. Siz o'sha hududdagi arxivga yozma so'rov yuborishingiz, internet orqali murojaat qilishingiz, konsullik yoki rasmiy idoralar orqali yo'lini so'rashingiz mumkin. Eng asosiysi tashkilot nomi, joylashgan shahri yoki tumani, ishlagan yillaringiz, lavozimingiz va familiyangiz o'sha davrda qanday bo'lganini aniq yozish kerak. 8-nozik jihat. Qayta hisoblash har doim ham katta oshib bermaydi. Men buni ochiq aytaman. Odamlar noto'g'ri umid qilmasin. Agar siz 3 yil qo'shimcha staj topgan bo'lsangiz, bu pensiyani 2 barobar oshiradi degani emas. Pensiya hisob kitobi murakkab, minimal miqdor, ish haqi, staj, koeffitsiyentlar, amaldagi cheklovlar va boshqa omillar bor. Lekin shunga qaramay, hatto kichik qo'shimcha ham pensiya uchun muhim. Ayniqsa dori-darmon, kommunal to'lov, oziq-ovqat narxlari oshib borayotgan bir paytda har oy keladigan har qanday qo'shimcha daromad ahamiyatli. 9-nozik jihat. Murojaat qilingan kundan boshlab qayta hisoblash masalasi. Ko'pchilik agar men 10 yil oldin kam pensiya olgan bo'lsam, hammasini qaytarib berishadimi deb so'raydi. Bu yerda umumiy qoidalar va muddatlar bor. Har bir holat alohida ko'riladi. Ko'p hollarda qayta hisoblash hujjat taqdim qilingan yoki murojaat qilingan kundan keyingi davrga tatbiq etilishi mumkin. Agar idora xatosi aniq isbotlansa, boshqa tartiblar bo'lishi mumkin. Shuning uchun men har doim aytaman. Cho'zmang. Hujjat borligini bilgan kuningizdan boshlab murojaat qiling. Chunki har bir oy pul demakdir. Amaliy maslahatlar, nima qilish kerak, qayerga borish kerak, qanday hujjat yig'ish kerak, endi eng kerakli qismga o'tamiz. Siz yoki yaqinlaringiz SSSR davridagi stajni tekshirtirmoqchi bo'lsangiz, quyidagi tartibda harakat qiling. Birinchi qadam, uyda bor hujjatlarni yig'ing. Mehnat daftarchasi, pasport yoki ID karta, pensiya guvohnomasi, harbiy bilet. Guvohnomasi, familiya o'zgargan bo'lsa, FAD hujjatlari, diplomlar, texnikum yoki institut ma'lumotnomalari, eski ish haqi ma'lumotnomalari, kasaba uyushmasi bileti, kolxoz a'zoligi daftarchasi, orden medal hujjatlari. Eski buyruq nusxalari, hatto eski shaxsiy kartochkalar bo'lsa, hammasini alohida papkaga soling. Hujjat eski bo'lsa ham tashlab yubormang. Ba'zan oddiy bir qog'oz arxivda izlash uchun kalit bo'ladi. Ikkinchi qadam. Mehnat daftarchasini sayfa-sayfa tekshiring. Har bir ish joyi bo'yicha 4 ta narsani yozib chiqing. Tashkilot nomi, ishga kirgan sana, ishdan bo'shagan sana, lavozim. Agar muhr noaniq bo'lsa, yoniga belgi qo'ying. Agar sana tushib qolgan bo'lsa, belgi qo'ying. Agar tashkilot nomi qisqartma bilan yozilgan bo'lsa, masalan SM, PMK, RSU, Gorodtel, Raypo, Selxoz texnika kabi to'liq nomini eslashga harakat qiling. 3-qadam. Pensiya jamg'armasining tuman yoki shahar bo'limiga murojaat qiling. Siz
Mening pensiya ishimda qaysi davlat staj sifatida hisobga olingani ko'rsatib berishingizni so'rayman deb murojaat qilishingiz mumkin. Iloji bo'lsa yozma ariza qoldiring. Og'zaki so'rash ham mumkin, lekin yozma murojaatning afzalligi shundaki, unga rasmiy javob beriladi. Javobda qaysi yillar hisobga olingani, qaysi yillar bo'yicha qo'shimcha hujjat kerakligi aniqroq bo'ladi. 4-qadam, arxivga so'rov yuboring. Agar tashkilot yopilgan bo'lsa yoki yozuv noaniq bo'lsa, tuman, shahar yoki viloyat davlat arxiviga murojaat qiling. Arizada quyidagilarni yozing. To'liq familiya, ism, otasining ismi, tug'ilgan sana, ishlagan davrdagi familiya, tashkilot nomi, tashkilot joylashgan manzil, taxminiy ishlagan yillar, lavozim, qanday ma'lumotnoma kerakligi. Masalan, 1979 yil mart oyidan 1984 yil avgust oyigacha falon qurilish boshqarmasida payvandchi bo'lib ishlaganimni tasdiqlovchi ishga qabul qilish, ishdan bo'shatish va ish haqi bo'yicha arxiv ma'lumotnomasini berishingizni so'rayman. 5-qadam, agar ayol kishining familiyasi o'zgargan bo'lsa, albatta nikoh guvohnomasi yoki FHD yo'q ma'lumotnomasini qo'shing. Misol uchun, mehnat daftarchasida Karimova Dilbar deb yozilgan. Hozirgi pasportda Tursunova Dilbar bo'lsa, bu bir odam ekanini hujjat bilan isbotlash kerak. Aks holda arxiv yoki pensiya organi ma'lumotni bog'lay olmaydi. 6-qadam, boshqa davlatdagi staj bo'lsa, ma'lumotlarni iloji boricha aniq yozing. Men Rossiyada ishlaganman degan gap yetmaydi. Qaysi viloyat, qaysi shahar, qaysi zavod, qaysi sex, qaysi yillar, qaysi lavozim, o'sha paytdagi familiya kerak bo'ladi. Agar eski mehnat daftarchasida muhr yoki shtamp bo'lsa, uning nusxasini ilova qiling. Arxiv xodimi sizning ma'lumotingiz qancha aniq bo'lsa, shuncha tez topadi. 7-qadam, hujjatlarni topshirganda nusxa olib qoling. Har bir ariza, har bir ma'lumotnoma, har bir javob xatini suratga oling yoki ksero nusxa qiling. Asl hujjatlarni ehtiyot qiling. Ayniqsa eski mehnat daftarchasi, harbiy bilet, nikoh guvohnomasi, arxiv ma'lumotnomasi yo'q bo'lsa, qayta tiklash qiyin bo'lishi mumkin. 8-qadam, agar rad javobi olsangiz, sababni yozma shaklda so'rang. Bo'lmaydi degan og'zaki gap yetarli emas. Nima uchun bo'lmasligi kerak? Hujjat yetarli emasmi? Sana mos emasmi? Lavozim ro'yxatga kirmaydimi? Arxivda ma'lumot topilmadimi? Familiya mos kelmayaptimi? Sababni bilsangiz, muammoni hal qilishingiz mumkin. Masalan, familiya mos kelmasa FHDdan hujjat olasiz. Mur o'qilmasa arxivdan buyruq olasiz. Ish haqi ma'lumoti yetishmasa vedomost bo'yicha ma'lumot so'raysiz. 9-qadam, murakkab holatda mutaxassisga murojaat qiling. Ba'zan oddiy fuqaro uchun pensiya hisob kitobi, staj talablari, imtiyozli kasblar ro'yxati. Arxiv javoblari juda murakkab bo'ladi. Bunday paytda tajribali yurist, pensiya masalalari bo'yicha maslahatchi yoki ijtimoiy himoya tizimini yaxshi biladigan mutaxassisdan maslahat olish foydali. Lekin ehtiyot bo'ling. Sizga 700% pensiyani oshirib beraman degan odamlarga ishonmang. Hech kim hujjatni ko'rmasdan kafolat bera olmaydi. 10-qadam, pensiya qayta hisoblangan bo'lsa, yangi miqdorni tekshiring. Sizga shunchaki oshdi deyishsa, qancha oshgani, qaysi sanadan hisoblangani, qaysi staj qo'shilgani, qaysi hujjat asos bo'lgani haqida ma'lumot so'rang. Bu sizning huquqingiz. Agar hisob kitobda yana xato bor deb o'ylasangiz, yuqori turuvchi organlarga yoki qonunda belgilangan tartibda shikoyat qilish mumkin. Yana bir amaliy maslahat, ota-onangizning hujjatlarini hozirdan tartibga soling. Ko'p farzandlar ota-onasi pensiya oladi, lekin pensiya qanday hisoblanganini bilmaydi. Bir kuni hujjat kerak bo'lganda esa mehnat daftarchasi qayerdaligi noma'lum bo'ladi. Nikoh guvohnomasi yo'q, harbiy bilet yo'q, eski arxiv ma'lumotnomalari yo'qolgan bo'ladi. Men maslahat beraman. Oilada bitta pensiya papkasi qiling. Ichiga barcha muhim hujjatlar nusxasini soling. Telefoningizda ham suratini saqlang. Bu oddiy ish, lekin kelajakda juda katta muammoni oldini oladi. Xulosa shuki, SSSR davrida ishlagan pensionerlar uchun eng katta syurpriz shundan iboratki, eski ish staji pensiya hisobida to'liq aks etmagan bo'lishi mumkin. Bu esa pensiya miqdoriga ta'sir qilishi ehtimoli bor. Kimdir uchun bu kichik qo'shimcha bo'ladi. Kimdir uchun esa ancha sezilarli farq berishi mumkin. Eng muhimi, hujjatlarni tekshirmasdan turib, menga hech narsa tegmaydi deb o'ylamang. Men sizga tavsiya qilaman. Mehnat daftarchasini ko'rib chiqing. Pensiya ishingizda qaysi davlat hisobga olinganini aniqlang. Kerak bo'lsa arxivga so'rov yuboring. Familiya o'zgarishi, harbiy xizmat, kolxoz, sovxoz ishlari va boshqa respublikalardagi staj bo'yicha hujjatlarni yig'ing. Har bir yil
har bir oy muhim bo'lishi mumkin. Agar sizning yoki yaqinlaringizning SSR davrida ishlagan staji bo'lsa, izohlarda yozing. Qaysi yillarda, qaysi sohada ishlagansiz va pensiya tayinlanganda hammasi hisobga olinganmi? Balki sizning holatingiz boshqa tomoshabinlarga ham foydali misol bo'ladi. Videoni like bilan qo'llab-quvvatlang. Kanalga obuna bo'ling va bu videoni ota-onasi yoki yaqinlari pensioner bo'lgan odamlarga albatta yuboring. Chunki bitta to'g'ri ma'lumot butun oilaning daromadiga ta'sir qilishi mumkin.